Assalomu alaykum. Bu video darslik savdo dasturiga kirish hamda xizmatchilar ro'yxatini to'ldirish, ya'ni xodimlarni shakllantirish ko'rib chiqamiz. Ushbu dastur yorlig'i orqali dastur kirish oynasi ochiladi. Ishlatuvchi logini hamda paroli teriladi. Bu yerda parolni oldindan ko'rish tugmasi, bekor qilish, qo'shimcha klaviaturani ochish tugmalari mavjud. Bu yerda dastur versiyasini hamda baza raqamini ko'rsatib turadi. Parol to'g'ri terilgandan so'ng kirish tugmasi orqali kiriladi. So'ng ushbu asosiy oynadan ishchi xizmatchilar bo'limiga o'tamiz hamda xodimlar bo'limidan xodimlarni shakllantirish uchun ushbu plus tugmasidan foydalanamiz. Yangi xodim qo'shish uchun yangi kiritish oynasi ochildi. Kirish ismi, ya'ni loginiga dasturga kiruvchi xodim uchun login kiritamiz. Masalan, omborchi. Xodim ismi, xodim lavozimi kompyuterda ishlagani sababli administrator holida qoladi. Xodim uchun parol o'rnatamiz va shu parolni takrorlaymiz. Agar xodim faqat bitta omborga bog'lanib faoliyat yuritadigan bo'lsa, ushbu omborga bog'lash tugmasi bosiladi hamda faoliyat yuritadigan ombor tanlanadi. Agar barcha omborlarda faoliyat yuritadigan bo'lsa, ushbu omborga bog'lash tugmasi o'chiriladi hamda saqlash tugmasi bosiladi. Endi yana savdo xodimini kiritamiz. Bunda ham kompyuter qurilmasidan foydalanilganligi uchun administrator holida qoladi hamda unga ham parol o'rnatamiz. Hamda saqlash tugmasi bosiladi. Bu yerda bekor qilish tugmasi ushbu harakatni bekor qilish vazifasini bajaradi. Va bu yerda qo'shimcha telefonda savdo amallarini bajaruvchi, ya'ni agent qo'shamiz. Unda ham ushbu plus tugmasidan foydalaniladi. Agent uchun login, agent ismi, bu yerda agent lavozimi agent turiga o'zgartiriladi hamda agent uchun kirish paroli teriladi. Agent uchun ushbu omborga bog'lash funksiyasi ishlamaydi. Bu agent lavozimi bo'lganda u alohida boshqa joydan ruxsatlar belgilanadi. Ya'ni omborga bog'lash boshqa joydan ruxsat beriladi. Biz mana omborchi, savdo xodimi hamda agent xodimlarini qo'shib chiqdik. Bu yerda hali to'la tugatilmadi. Omborchiga faqat omborda, ya'ni kirim bo'limida faoliyat yuritish uchun savdo bo'limi hamda agentlarda faoliyat yuritish uchun bularda alohida ruxsatlarni belgilashimiz kerak. Ruxsatlarni belgilashlik uchun ushbu xodim ustiga bir marta tanlanadi. Ushbu ko'rsatkich belgilangan holatda bu tugma orqali xodim ruxsatlari belgilanadi. Bu yerda mana kirim qiluvchi xodim kartoteka, ya'ni mahsulotlar nomini kiritishi mumkin. Omborga kirim hamda asosiy ombor bo'limlarida faoliyat yurgizishlik uchun va boshqa bo'limlardagi faoliyatlar yurgizadigan bo'lsa, mas'uliyatidan kelib chiqqan holatda boshqa bo'limlarda ham ruxsatlarni bersak bo'ladi.
kengaytirilgan ruxsatlarni ochishlik uchun, masalan, omborga kirim. Bu yerda kirim bo'limini ko'rishga, yangi hujjat ochish uchun, tahrirlash ya'ni o'zgartirishlik uchun hujjatni o'chira olishlik hamda kirim narxini kirita olishlik ruxsatlari bor. Bu yerda ruxsatlarni boshqarish imkoniyati mavjud. Oldingi tegishli ruxsatlarni belgilangandan so'ng ushbu chiqish tugmasi orqali chiqiladi. Savdo xodimiga ham xuddi shunday ruxsatlar oynasi orqali ruxsatlar beriladi. Masalan, savdo xodimiga faqat ombordan chiqib, ya'ni savdo uchun ruxsat bo'limini ko'rish, yangi kiritish, tahrirlash hamda asosiy omborni ko'rish ruxsati belgiladi. Savdo agenti uchun ham xuddi shu tugma orqali ruxsatlar belgilanadi, faqat savdo agentida boshqacha oyna ochiladi, ya'ni ularda ruxsatnoma oynasi boshqacharoq. Bu yerda savdo agentini sotish narxiga bog'lash, ya'ni sotish narxiga bog'langanda ushbu agent belgilangan narxdan boshqa narxga o'ta olmaydi hamda omborga bog'lash. Agentni omborga bog'lash ushbu ruxsatnoma oynasi orqali belgilanadi. Ya'ni qaysi omborda faoliyat yurgizadi. Agentda ham xuddi shunaqa. Agar omborga bog'lash tugmasi belgilangan bo'lsa, ushbu joyda ko'rsatilgan ombordagina faoliyat yurgiza oladi. Agar omborga bog'lash tugmasi belgilanmagan bo'lsa, agent xohlagan omborga kirib savdo amallarini bajarishligi mumkin. Bu yerda agent valyuta kursini ko'rsin deya ruxsat bersa, valyuta kursi agent ilovasida ko'rinib turadi. Xaridorga bog'lanmasin belgisi bu yerda agentni faqat o'ziga tegishli bo'lmagan, hamma agentlarga tegishli bo'lgan xaridorlarni ko'rishga, hamma savdolarni ko'rishga ruxsat ochiladi. Bu supervayzerlar uchun kerak bo'ladi. Oddiy agent uchun bu ruxsat berilishi kerak emas. Endi agent ilovasidan xaridorlarni ko'rish, ya'ni xaridorlar bo'limini ko'rish, yangi xaridor qo'sha olish, qo'shgan xaridorning ma'lumotlarini o'zgartirish, ya'ni tahrirlash, o'chirish hamda xaridorni, ya'ni o'ziga tegishli yoki barcha xaridorlarni qarzlarini ko'rish ma'lumotlari, ya'ni barcha xaridorlarning qarzlarini ko'rishlik uchun ushbu tugmani ham belgilash kerak bo'ladi. Belgini xaridorga bog'lanmasin degan belgini. Agar faqat o'zida ishlashi kerak bo'lgan holatda bu belgi olib qo'yiladi. Ya'ni o'ziga tegishli xaridorlar bilangina savdo amallarini bajara oladi. Hamda chiqim, ya'ni savdo bo'limi, bu yerda savdo bo'limini ko'rish, yangi kiritish, tahrirlash, hujjatni ya'ni o'chirish, hujjatni qulflash, hujjatni ochish yoki sotish narxini o'zgartirish ruxsatlari mavjud. Agent vazifasidan kelib chiqqan holatda bu do'stliklar belgilanadi. Qaytarildi bo'limi xaridorlardan qaytgan mahsulotlarni agent ilovasida qaytara olish, ya'ni bo'limni ko'rish yoki yangi kiritish, bu yerda yangi hujjat ochish, ya'ni o'zi mahsulotni qaytara olish uchun hujjat ochish belgisi. Ochilgan hujjatni tahrirlay olish uchun ruxsat. Shu hujjatni o'chirish, qulflash, narxlarni o'zgartirish hamda to'lovlar bo'limi. To'lovlar bo'limida agar ko'rishga ruxsat berilsa, to'lov bo'limi ko'rinadi. Yangi kiritishga ruxsat berilsa, ya'ni xaridordan agent to'lov qabul qila oladi. Agar to'lov bo'limiga ko'rishni o'chirib, yangi kiritishga ruxsat berilgan taqdirda, unda savdo, ya'ni chiqim hujjati ichida pul qabul qilish imkoniyati ochiladi. Bu yerda o'zgartirish ham xuddi shu hujjatning ichida bo'ladi. Yoki to'lov oynasini ko'rish, o'chirish hamda qulflash. Bu hamma imkoniyatlar
agent vazifasidan kelib chiqqan holatda belgilanadi. Hamda ushbu oynani yopish tugmasi orqali siqiladi. Shunda hamma ruxsatlar saqlab qolinadi. Xodimlar ro'yxatini shakllantirish xuddi shu tartibda amalga oshiriladi. Bu yerda xodim qo'shish hamda ularning ruxsatlarini belgilash. Ko'rib chiqqan bo'ldik.